Hammaga assalomu alaykum. Orqamdagi bino o'zi qiyshiq. Kamerani aylantirib ko'rsatay sizlarga. Qaranglar. Bino qiyshiq qurilgan. Eshiklari ham qiyshiq, qiyshayib ketganmi? Xullas kalom, bizni Canterbury shahrimizdagi bir kitob magazinlardan bittasi. Ko'pchilik ko'rgani, tomosha qilgani keladi. Men bu videoda nimani ko'rsatmoqchiman? Xuddi shu bino, mana shu ko'chani oxirida joylashgan va mayda Baraka Food Center degan Afg'onistondan kelgan o'zbeklarning magazini bor. Mana sizlarga kirib, narsalari nima bor, nima yo'q ko'rsataman. Bu Canterburyda yashab yurgan o'zbeklarimiz uchun yaxshi magazin, narxlari ham yaxshi. Mana pomidori, kartoshka, piyoz o'zimiz onalarimizdan bor. Behi, badring, mana kalbasa mahsulotlari bor. Sifatli sosiska, ko'rib olinglar, mana o'zimizning pechennilar, holva qandlar, mana anjir ham bor. Go'shtlar, mana jigar, yurak, qo'ydiki, moldi go'shtlari, tuyoqlar bor, suvaylar bor. Yana hamma mahsulotlardan bor. Hattoki bu yerda kasha yeymiz, kasha. Shu kasha ham bor. O'zimizda grechkalardan ham bor. Mana shu darajada mahsulotlari zo'r, guruchlardan bor. Simichka topish muammo, simichka ham bor. O'zbek nima chaqaman desa, nima yeyman desa hammasi bor. No'xat bor-ku, muammoda no'xat ham. Mana no'xat ham bor. Shunda ovoraz 10 minut qaynatasiz tayyor bo'ladi. Mana yong'oqlar o'zimizga o'xshatib avval buvalarimizni sevatida chiqardi-yu, mana tayyor shunaqa qilib qo'ygan. Buni pechak kantlar, o'rtoqlar yo'q bu Angliyadan istabam topa olmaysizlar. Lekin bularda bor. Manaqa ko'k mayizlarni ko'rganmisizlar? O'zbekistonda ham kam, o'rtoqlar bo'lsa aytib yuboringlar. Bor bizda ham deb. Mana shunaqa ko'k mayizlar ko'rmaganman. Bu afg'onlarda bor ekan. Mana novot deysizmi? Novot haqiqatan muammo-yu, lekin bu yerda novot bor. Mana faqat oq novot, lekin bor. Bor bo'lgani yaxshi-da. Bu ma'lumot uchun olinyapti. Kimga kerak bo'lsa ko'chasini ko'rsatdim. Shu yerga kelaverasizlar o'rtoqlar. Hamma mahsulotlardan, hatto manaqa idish-tovoq, chaynaklar ham bor. Endi bir joyga ko'chib borganda odam moslashib ketishi, o'rnashib ketish uchun har xil qiyinchiliklarga duch keladi-da. Chagunlar ham bor ekan, chagunlar. Obdasta deydimi, qaydadir mana. Ko'chasi mana Qirollik maktabi, King School deydi. O'zbekistondan 4-5 ta odam kelib o'qigan xolos. Kontrakt summasi 1 yilligi $70,000 boradi. Kelaverasizlar, mana shu bino ko'rdinglar, hammaga ko'rsatdim. Salomat bo'linglar.